jonim. Xotini yaxshimisan? Bu deyman, hayot sizni yomon siqib qo'yibdi-ku. Ayni. Charchoqda, charchoq. Undan ko'ra mana bu yuzni oling. Siqilib o'tirganingizni foydasi yo'q. Borib ustingizga kiyim bosh oling. O'zingizga qarang. Odam xijolat bo'ladi, $100 olib. Xotindan olsa pul g'alati bo'lar ekan. Nimaga xijolat bo'lasiz, dadasi? Tushundim. Mana yana 500. Bu men uyalib ketaman sendan pul olib. Dadasi, mana buni oling-da. Siz ham bir xotiningizni davriga yashang. Xotin? Rahmat. Bu sizga kiyim kechak oling deding, o'zingizga qarang deding, maza qilib yashang deding. Bu so'ragan aybi yo'q, bu pul qayoqdan? Shu to'ydan oldin to'rtta deshtasi keladi. Qo'yaman, dadasi. Tikuvchimisan? Shunaqa. Mevasini yeng, bog'ini surishtirmang. Rahmat xotin. Xotin. Chiroyli ko'ylaklarni tikadim deyman deb. Professional xotinim bor-da. Dadasi, Ha xotin. men sizga bergan $1000 dan $500 bera olmaysizmi? Bankrot bo'ldim, ishlarim o'xshana qoldi. Boshqa ish boshlamoqchi edim. Tikuvchilikni yig'ishtirdim. Qayerimdan beraman? Men tikmayman, yamayman-ku. Bitta teshik, yo'qolmagan yirtiq yana bo'ladi. Yamoqchi.